Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi obyektimiz Energy Park G'ofur G'ulom Dream Park shunda orqasida joylashgan Novostroy uyimiz bo'ladi. Bu xonadonimizda 4 xona, 130 kvadrat, pat ключ, remonti, oxirgi dizayn asosida remont qilingan. Atachentolar hammasi italyanskiy qilingan. Kirish qismimiz bu yoqdan, отпечаткали eshigimiz bu yoqdan stroynoy shkaflar qilingan. Prixoshkaga chiroyli qilib. Kirayotganingizda mana bu gilamlar hammasi Eron gilamlar. Uyimizda hamma narsa Eron. Atachento kraskalar hammasi Italiya qo'yilgan. Bu yoq Xitoydan keltirilgan под zakaz. Lustralar hammasi chet eldan keltirilgan lustralar. Uyimizda to'pli pollar qilingan. Bu yoq oshxonamiz yoqsa bitta lakcha bosib qo'yasiz. Sakslar o'tiradigan stol turetga qo'yilgan. Bu yoqda oshxonamiz ko'rinish holatda. Texnikalarimiz hammasi bo'sh qo'yilgan. Bular hammasi mana bular tosh qilingan. Полностью komplekt. Texnikamiz hammasi bu yoqda bo'sh. Bu yoqda esa qanday dekorativniy gulchamiz bor. Bu yoqda balkonimiz bor. Balkonimizni hozir bir qadar ko'rsatyapman. Anaqa o'tiradigan zonasi bor. Vid juda ham zo'r. Uyimizning shunda orqa tomoni park. Lokatsiya idealniy, hamma xona razdelniy qilingan. Mana bu ham bo'sh elektronniy plysosi. Olib kelib qo'yganmiz, yangi, hech kim yashamagan, hech kim tegmagan. Eshiklarimizni ko'rasizlar. Juda ham ideal eshiklar qo'yilgan, rossiyskiy estet eshiklar qo'yilgan. Bu yoqimiz zal. Zalimizni ko'rasizlar. Bu yoqda mebellarimiz yarmi Italiya, yarmi Turkiya qo'yilgan, aralash. 6 tali o'tiradigan stolsi, bu ochiladi, 8 tali bo'ladi. Idish-tovlar hammasi Eron, originali. Bu yoqda gulimiz Gollandiyadan keltirilgan. Gulga tushunadiganlar buni biladi qanaqaligini. Original LG televizorimiz. Ko'rasizlar, jurnalist stol Italiya. Mebellarimiz. Bu yoqda oyna katta. Kartinkalarimiz. Lustramiz ham hammasi idealniy. Juda ham yaxshi lustralar qo'yilgan. Uyimizni baribir kelib o'zingiz ko'rsangiz amin bo'lasiz. Xo'p, bu yoqimiz master spalnimiz bo'ladi. Kirish qismimiz bu yog'i. O'zining sanuzli bu. Hamma mamsimitsitlar hammasi veniniki qo'yilgan. Xo'p, bu yog'imiz ham Eron polniy gilamlar solingan. Bu yoqda esa o'zining garderobi bor. Garderob xonasi. Bu yoqda spalnimizning ko'rinish holati ko'ringan. Bu yoqda shkafchiklarimiz, lustralarga ahamiyat bersangiz bo'ladi. Juda ham yaxshi lustralar qo'yilgan. Oynali zona, televizor bu yoqda. Uyimiz juda ham chiroyli remont qilingan. Kelib o'zingiz ko'rsangiz, do'stlarga tirsilatib yuborib qo'yish faqat esdan chiqmasin. Bu xonadonimiz ko'rishga arzigulik xonadon. Sanuzlimiz, общий sanuzlimiz. Bu ham hammasi eng zo'ridan Turkiya qo'yilgan. Bo'sh sushilka, siralkamiz. Va namaz hammasi bu tosh, plastmassa emas. Hammasi tosh qilingan. Xo'p. Bu yoqda esa yana bitta spalnimiz, master spalni desa ham bo'ladi, no bitta sanuzli yo'q buni. Spalnimiz ko'rinish holati bu yoqda. Hamma pastellarimiz Turkiya qo'yilgan. Pardalar ham Turkiya qo'yilgan, Eron gilamlari qo'yilgan. Shkafimiz bu yoqda, bu yerda esa mini garderobimiz bor. Mini garderobimiz bor bu yerda. Xo'p, bu yoqda esa detika xonamiz, ikkitalik karavot qilingan. Va bu yoqda shkafni ko'rinish holati bu yoqda. Kartinkalar, lustralar. Uyimiz haqida to'liq ma'lumot telefon orqali tirsiz. Lokatsiya juda ham ideal. No, rayon Chilonzor kiradi. Energy Park siz hamma biladi. Lokatsiya juda ham zo'r, zeleniy dvorlar, ухоженный juda ham. To'liq ma'lumot telefon orqali tirsiz. To'g'risi, mana shunaqangi chiroyli xonadonda yashasin degan do'stingizga maksimal tirsiz yuborib qo'yish esdan chiqmasin. Jonlaring sog' bo'lsin. Salomat bo'ling. Har bitta like bosgan odamlar mana shunaqa kamida uy olish nasib qilsin. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.